minnatdorlar. Hozirda Xalq bankidagi produktlar haqida ozmuncha tushuncha berib o'tmoqchiman. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, omonatlarimiz va kreditlarimiz bizdagi bor kreditlar, imtiyozli kreditlar, ipoteka kreditlari, avtokreditlar, mikroqarz va hozirda juda ko'p talabga so'raladigan kreditlardan bittasi bu davlat xodimlari uchun mikroqarzlar. Ya'ni hozirda juda oson bo'lgan, odatdagidek hujjatlashtirishdan ancha yiroqda. Shunchaki bitta g'aznomasini mobil telefoningizga yuklaysiz va u orqali osongina kreditni olishingiz mumkin. Foizlar haqida gapiradigan bo'lsak, agar siz ish haqi loyihasida ishtirokchisi bo'ladigan bo'lsangiz, 25% dan 30% gacha, ya'ni qancha muddatga olishingizga qarab foizlari farqlanishligi mumkin. Agar siz budjet tashkilotidagi xodim bo'ladigan bo'lsangiz, 27% dan 32% gacha. Bu ham yana muddatga qarab oshishiga ko'zda tutiladi. Maksimal summasi 1 million so'mdan 100 million so'mgacha bo'ladigan mikroqarzlarimiz sizga to'liq miqdorda berilishligi mumkin. Agar siz hadya bo'ladigan bo'lsa, ilovani telefoningizga yuklab oling va unda bizdagi bor produktlarni ko'rishingiz mumkin.